Hürmetli vatandaşım, bugünkü liksimizni başlaymiz. Devletning muavin darajalik rahbarlaridan 5 nafar kishi Şinjan'a toplandı. Zo'ravonlar qarishtiruv signali qo'yib berdi. Mavzuli xabar 12 ayning 16 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Endi bu liksimizda Ming Janju nima Şinjan keldi degan masalada tafsiliy to'xtalamiz. Başladı xabar mundaq boshlandi. Mush xabarga asosan bu liksimizda Ming Janju nima Şinjan keldi degan masalada tafsiliy to'xtalamiz. Dovitor beti xabarni mundaq boshladi. Dovitor beti xabarni mundaq boshladi. Yaqindan beri xalqaro zo'ravonlik qarshi kurash vaziyatining jiddiylashganligi hammaga ma'lum. Parijda yuz bergan zo'ravonlik hujumidan boshlab Rossiya harbiy aeroplanining urib tushirilishigacha butun dunyo beoromlikqa tushib qoldi. Markaz televiziya stansiyasining harbiy ishlar programmasida yaqinda Şinjan qurolli soqchilarining zo'ravon guruhlarni qandoq yo'qotganligidan iborat bir voqelikni oshkora ko'rsatib, kishilarga miltiq dorisi hidini fırattı. Növbetdeki vaziyet doğrusida Ming Janju mundaq ko'rsatdi. Davlat ichi va davlat sirtida zo'ravonlik qarshi ko'rishida bir yangi ahvol va bir yangi yuzlanish o'ttirg'i chiqdi. Zo'ravonlik harakatlari nihoyatda cho'nqur xalqaro iqtisod, madaniyat, jamiyat, diniy omillarga ega bo'ldi. Davlat ichi va davlat sirtida zo'ravonlarga qarshi bir gavdalashdi. Tashqirdan qo'mondonlik qilib, to'r betlarida aloqalashib, davlat ichida harakat qilish yuzlanishi bargan sari oshkorlandi. Zo'ravonlik qarshi vaziyati intayin og'ir, dedi Markaziy hukumat siyosiy bürosida Siyosiy qonun komitetining sekretari Ming Janju. Bu kishi hozir vakillar umumini boshlab Şinjan'a keldi.